qanaqa qilib organik katta prosmotrga sabab bo'ladigan videolarni tayyorlashlik mumkin va u prosmotr orqali sotuvlarni ham oshishiga sabab bo'ladigan videolarni tayyor qo'llanma va instrumentlarni bu video davomida olishingiz mumkin. Bu instrumentlarni o'zimning loyihalarimdan kelib chiqqan holatda bepulga ulashaman. O'zingiz sohangizga adaptatsiya qilishingiz uchun bitta videoni to'liq razborini qilib beraman. Mani ismim Mo'minxo'ja, marketing sohasida 4 yildan beri ishlab kelaman. Ekranda ko'rib turgan loyihalaringiz bilan jamoamiz bilan ishlab kelganmiz. Natijalarni profilimda aktuallikdan o'tib ko'rib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarga video qilinganda ko'pchilik nimani hisobiga uchganligi yoki bo'lishligi mumkin, trend video bo'ldi yoki mavzusi yaxshi tanlandi yoki hook, call to action, ssenariysi, montaji yaxshi bo'ldi degan taxminlar bo'ladi, lekin bir aniq qanaqadir ketma-ketlik va nimani hisobiga uchganligi haqida ko'pchilik bosh qotiradi. Aynan shu savolda men o'ylantirganda asosiy bo'lgan mana shu 5 ustunni jamlaganman va ko'rishingiz mumkin. Bu har bittasi haqida alohida to'xtalib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi navbatga men formatni joylashtirganman. Formatni odatda nima nazarda tutiladi? Bo'lishligi mumkin. Blogerlar live formatda video olib boshlashadi yoki azuchka videoning orqasida o'zingiz ko'rinmaydi-da, azuchka format bo'ladi yoki ikkitalik kadr. Bu hammasi format deb nazarda tutiladi yoki Ray-Ban metodi video qilinishi degan bu ham format. Va nimani hisobiga buni birinchi darajaga qo'yganman. Odamlar ijtimoiy tarmoqlarda video ko'rayotganda sizni u yerda gapirayotgan gapingiz, ssenariyingiz, mavzuyingizdan ko'ra qanaqa holat e'tibor ushlab qolganligingiz muhim rol o'ynaydi. Misol uchun shu Ray-Ban Mate birinchi chiqqan e'tibor tortilgan, ya'ni u yerda ovozi yo'q, boshqa narsa yo'q, nima haqida gapirilayotgani yo'q, odamning e'tiborini tushiydi. Yoki hozirgi vaqtda ommalashayotgan 9:16 formatda relsda qo'yilyapti va u yerdagi mavzudan ko'ra odamning e'tibori formatga tushyapti. Va ana shu narsalar formatni nazarda tutiladi. Yoki ya'ni ko'rishligimiz mumkin. Bitta misol qilib keltira qoling. Intervyu shaklidagi formatlar. Bu ham o'zimizning loyihalardan salkam 2010 ga yaqin holat bo'lgan. Bu yerda men savol berganman va bu jarayonda menga javob beryaptilar. Intervyu shaklida olib borilyapti va bu ham yaxshi ommalashgan formatlardan biri hisoblanadi. O'sha hisobiga siz videoni nima deb boshlashingiz, qanaqa mavzuda qilishligingiz, nima deb gapirishligingizdan ko'ra formatda birinchi navbatda aniqlab olishingiz kerak. Va agar bu videoni YouTube'dagi ma'lumot qanaqadir foydali bo'layotgan bo'lsa yoki nimadir olayotgan bo'lsangiz, va qo'shimcha yana 10 ta yaxshi formatlarimiz bor. O'sha narsani videoni добавить orqali ma'lumotga qilib qo'ysangiz, albatta bu videolarni, shu formatlarni to'g'rirog'i sizga jo'natib qo'yaman. Tekinga. Keyingisi mavzu. Biron bir format tanlaganingizdan keyin uni mavzusi haqida o'ylanishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi shunaqangi narsa borki, o'z umuman odamlar bilan suhbatlashish jarayoningizda hozirgi vaqtda kredit, ota-ona, shu sevgi, muhabbat, do'st haqida, oila haqida, pul temalari ko'tarilsa, odamlarning e'tiborini ushlab qolishligi ancha osonroq bo'ladi. Bunga misol qilib ota-ona haqida bizning o'zimiz loyihadan misol qilib yozaman har bittasida, tepadalarning hammasida ko'rishingiz mumkin. Chunki shunchaki qanaqadir mavzu qilib, prosta mavzu gapirib ketgandan ko'ra, uni orasiga ota-ona haqida yoki qanaqadir muhabbat, do'st haqida yoki oila, pul, vaqt haqida gapirsangiz ham odamlarning e'tiborini ushlab qolishligi ancha oson va qiziqarliroq bo'ladi. Misol uchun ota-ona haqida o'zimizning loyihalardan bittasi bu ham stomatolog yo'nalishi. Ko'pchilik stomatolog yo'nalishida prosmotr olishlikka, obunachi olib kirishlikka va orqali sotuv qilishga juda ham qiynaladi. O'sha holatda biz ajoyib yechim qilganmiz. Birinchi navbatda format, ikkinchi navbatda mavzu, va qolgan 3 tasi haqida ham hozir to'xtalib o'tamiz. Videoni prosmotr olib, orqali sotuv bo'lishiga sabab bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin ota-ona haqida. Biron bir case tanlangan va uni reklama qilishimiz kerak. Bu jarayonda bitta format tanlangan, ko'rishingiz mumkin. Mijoz suhbat bilan gaplashyapti va ota-ona sohasiga adaptatsiya qilyapti. O'zi 30 sifatida olingan bu. Adam uchun Yevropadan meva olib kelardi, yemasdilar. Pulni zo'rg'a qotirib olma tushirdilar. Hozir to'xtatib bo'lyapti Alisher aka. Nima qildingiz? Vakuum protez deyiladi. Ya'ni xirurgik muolaja xohlamaganlar uchun bizni vakuum protez yasab berdi. Ya'ni o'zlarini tishlarida qattiq turadi, bemalol olma bormi, boshqa bormi, bemalol chaynab yeyveradilar. Bunga hech qanaqangi kley surtib taqib va xullas videomiz milliondan oshgan bu ham. Juda ham katta ahvol topib kelgan va juda ham ko'p даже admin qo'shishlikgacha sabab bo'lganmiz ulgurmaganligim hisobiga. O'sha bundan buyog'iga mana shu videolarni uchishni boshlagandan keyin administrator qo'yib, shu orqali xizmatlarni ko'rsatyaptilar. Xo'p, bundan keyingisi sevgi muhabbat haqida yoki bo'lishi mumkin, bundan ham misol ko'rishimiz mumkin. Ya'ni nimani nazarda tutmoqchiman, qanaqadir
bizda shunaqa xizmatlarimiz bor, kelinglar, shu muammosiga yechim beramiz deyishimiz ham mumkin edi, lekin biz ko'proq urg'uni shu ota-ona mavzusiga va birinchi navbatda ahamiyat berganingizdek formatga qaratganmiz. Va shu sohadan yana bitta misol ko'rishingiz mumkin. Uchrashuvda qizni tishini rentgensiz sog'lomligini qanaqa bilsam bo'ladi? Birinchi o'rinda siz pozitiv inson bo'lishingiz kerak, ya'ni uni kuldira olishingiz kerak. Yaxshilab emotsiya bilan kulish kerak. O'shanda tishlarning tekisligini ko'rasiz. Sog'lomligini bilish uchun muzdero napitka olib bersangiz, yog' aralashgan, ichganda qildimi, demak, muammo bor tishlarda. Chuqur karies yoki pulpit ketyapti. Uchinchisi, endi jag' tishlar bormi, yo'qmi, qanaqa ishlayapti bilish uchun steak qiladigan joyga borish kerak. Hani chaynab yeydigan ovqat bo'ladi, ya'ni chaynab yedirtirish kerak. Chaynab tashlasa, demak sog'lom bo'ladi. Doktor Eminov tushunganingizdek, videoda qanaqadir aytilmayapti. Agar muzda suv ichganingizda tishingiz og'riyaptimi, demak sizda karies bor. Buni yechim qilib, mana shunaqa lecheni olsangiz bo'ladi deyilmayapti-da. Ijtimoiy tarmoqda hozirgi vaqtda yoshlar orasida muammo bo'layotgan narsa uylanish kabi muammolar qasmi. O'sha trenddan, mavzulardan foydalangan holatda, trenddan, mavzudan foydalangan holatda hook ishlatilyapti. Ya'ni agar siz bu video format tanlaganingizdan keyin mana intervyu shaklidagi format tanlangan va o'shanga mavzu tanlanyapti va mavzuga qo'shimcha keyin ssenariysi adaptatsiya qilinyapti. Ya'ni tushungan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, uchrashuv chiqqanda qizni sog'lom tishligini qatdan bilib olsa bo'ladi deb o'rtada o'zining sohasidan ma'lumotlarni ulashilinyapti. Shu kabi yana bir qancha ma'lumotlarni ulashganlar. Endi keyingi bosqichimiz format, mavzu tanlangandan keyin ssenariy bo'limiga o'tiladi. Ya'ni shu biron bir mavzu tanladingiz, bildingiz, formatni premyer mo'ljal qildingiz, mavzuni ham tanladingiz, shu mavzu tanladingiz va endi ssenariy tuzish jarayoni bo'ladi. Mana shu joyda ko'pchilik ijtimoiy tarmoqda shu narsalar ulashilingan. Ya'ni ssenariy deyilganda shu asosiy bo'lgan shu hook, e'tibor tortish birinchi 3 sekundni, shu body o'rtadagi qismi va call to action. Asosiy bo'lgan 3 ta eslab qolsangiz bo'ladigan 3 ta qismi bor. Biron bir video tayyorlamoqchi bo'lsangiz, ssenariysi qilmoqchi bo'lsangiz, bunga bir qancha formulalar bor. Ssenariysi tomonidan tuziladigan, ishlatiladigan. AIDA deyshadi. Ko'pincha diqqatni jalb qilish, biron bir mavzu tanlandi, e'tibor ushlab qolish uchun diqqat jalb qilinadi. Qiziqish uyg'otish, istak, xohish kuchaytirish, oxirida call to actionga call to actionga undash. Bunga qanaqa misol qilib keltirsak bo'ladi, diqqatni jalb qilishlik uchun? Xo'p, ikkitalik kadr videomizdan razborni qilib beraman, bittaga qisqacha qilib. Bu ham O'zbekistondagi eng premium barbershoplardan bittasi, juda ham katta filiallari bor. Xullas o'sha loyihalardan bittasida eshitgan bo'lsangiz kerak. 30 sekund ichida soch ukazka qilishni, o'zingizga yarashadigan soch stilini aniqlashni o'rganib oling. Bu o'sha qiziqishni, diqqatni jalb qilish uchun ishlatilgan va qiziqish uyg'otishligi uchun bir daqiqa orqa telefon o'tmayapti. Qiziqish uyg'otish uchun juda ham ko'pchilikda o'sha og'zidan shu ko'pchilik eshitgan bo'lsangiz kerak, qanaqa stil yarashganligini bilmaydi. Va o'sha hisobiga qiziqish uyg'otish uchun odamlarni o'zidan shu tone of voice dan foydalanib, o'zini gapirish ohangidan, o'zini aytgan gaplaridan foydalanib ssenariy tuzilgan. Ya'ni shu odamlar biron bir e'tibor ushladingiz va sizga ko'p klientlaringiz nima deganligini o'rta qismiga qo'shib yuborsangiz bo'ladi. E'tiborni ushlab oldingiz va o'rta qismida mijozlaringiz sizga mana shunaqa muammo bilan kelgan yoki mana shunaqa qanaqadir nimadir degan bo'lsa, xuddi shu fikrni qo'shib yuborishingiz mumkin. Bunga yana misol qanaqa qilishingiz mumkin? Mashina zapchasti deylik, mashina zapchasti, mashina xizmati bo'ladigan bo'lsa, biron bir narsani sindirishadi, detalli shilib tashlashadi yoki pul temasdan boshlaydi deb mana qilmasangiz pulingiz mana shu xarajatga tushasiz. Chunki bu narsani mijozlarimiz ishonishmagan, mana bunaqa deb kuyib qoladi deb o'ylashgan, deb u qiziqish uyg'otishadi. Lekin aslida deb shu muammosiga keyin video davomida yechim beradi. Biron bir narsaga e'tiborni ushlaydi, odamlarni mijozingizning og'rig'ini, gaplarini qo'yadi va o'zini mutaxassisligi sifatida o'rta qismida yechim berib ketadi. Ya'ni hook, e'tibor ushlaydi, mijozlar o'sha og'zidagi miflarni gapiradi. Mif deganda o'shani noto'g'ri bo'lgan narsani to'g'ri deb qabul qilib olgan ular. Masalan, elektromobil miyani zaharlaydi deyshadi-ku, miyani odamga zarar degan ma'noda qanaqadir mif bor. O'sha fikrni qo'yishadi, masalan, shunga o'xshash qanaqadir mifni qo'yiladi va oxirida o'rta qismida yechim berib ketiladi. Aslida bunaqa emas, bunaqa joyi bor deb yechim berib ketiladi va call to action qismida harakatga undab qo'yiladi. Va bu videoda ham xuddi shunaqa podacha qilingan.
xato deb o'ylashadi. Bizda o'rtada misol yechim berib ketdik, shunaqa odamlar noto'g'ri fikrni huk qildik, odamlar noto'g'ri fikrini aytdik va o'rtada yechim beryapmiz. ChatGPT kirilgan holatda yorug' joyga yuz rasmga olasiz va prompt berganmiz. Shu promptdan foydalanib o'ziga aniqlik kiritadigan bir qancha shu ma'lumotlarni beradi va rasmlarigacha. Va call to action qilganmiz. Shu promptni olishlik uchun direktdan yoki kommentdan bir raqamini qoldiring va bu videoni yuzingizni sochiga yarashmaydigan tanishlarga jo'natib qo'ying deb call to action qilib qo'yilgan. Va men sizga yana bitta asosiy bo'lgan jihatlar bu o'zimizdan bir qancha formulalar bor va bu formulalarni biz bilan shogirdlik yuradigan shogirdlarimga albatta o'rgataman, har bittasi haqida to'xtalib o'taman va videomiz uzun bo'lib ketmasligi uchun men shu bitta formulani olaman va shu aytgan video davomida razbor qilib beraman degan joyim shu. Mana misol uchun hozir biz olishimiz mumkin foydali ma'lumot degan formulalarimiz bor. Ssenariy tushish jarayonida. Xo'p, buni yaqqol misolni ko'rsatib o'taman hozirda. Xo'p, buni sizga yanada tushunarliroq bo'lishligi uchun ssenariy tuzish, mavzu, format jarayonlari, bosqichlari ikkita bir xil sohadagi mavzu tanlangan, videolar tanlangan, lekin bittasida milliondan oshiq ahvol bo'lgan, ikkinchisida 10 mingdan oshiq prosmotr bo'lishlikka erishilgan. Va buni men hozir sizga har bittasi haqida alohida razbor qilib to'xtalib beraman. Xo'p, bu shu ko'rgan bo'lsangiz ko'rsatsangiz. Akalar, daraxtlarni tagiga salqin joy qidirib qo'yib ketganinglardan keyin qushlar axlatini qilib ketgan bo'lsa, sirrasi yuvib tashlamasanglar, mana kaput xuddi shunaqa holatga bo'ladi. Axlatida mana shunaqa kislota bo'ladi, mashina lap-lap shunaqa yorib tashlaydi, ko'ryapsizlarmi? Bu avtomobilni biz to'g'ri polirovka qilganmiz, lekin polirovkada ham ketmadi. Kaput sepiladigan holatga kelib qolgan. Mana butun kapotda bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana shu issiq havoda, mana shu kapot ustida qush axlati bir kun, 2 kun qolib ketib qolgan. Bir kun, 2 kun qolib ketib qolganni asorati mana xuddi shunaqa bo'ladi. Salqin joy qidiribsizlar, daraxtlarga mashina qo'yib, qushlar axlatini qilib ketyapti. Sirrasi tashlaydi. Bo'lmasa kapotiga sepiladigan bo'lib qimmatga tushasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, daraxtlarga qo'yadigan akalarga jo'natib qo'yinglar, rahmatli bo'ladi inshaalloh. Ko'rganingizdek video davomida bu yerda hook, o'rtada body, call to action qismlari bor. Lekin buni bizlarniki bilan qanaqa farq qilgan? Buni to'xtalib o'taman xudo xolisa. Bu o'z bilan loyiha bilan ishlangan. Natijasini ham profilni shu akkauntiga o'tib ko'ryapsiz bo'ladi, qanaqa natija bo'lganligini. Va bu biz bilan ishlangan mijozimizda 2 milliondan oshiq axlat bo'lgan. Xo'p, endi qarang. Bu sepiladi endi bu. Endi u tushdan axir. Bu tushgan narsa kislota bo'lganning hisobiga mashinada dog' qoldiradi va keyinchalik kraskasi ko'chiga ham olib kelishi mumkin va bu polirovkada ketmaydi. Gap qush axlat haqida ketyapti. Shuning uchun bu narsani ko'rishimiz bilan iloji boricha tezroq tozalash kerak bo'ladi. Hozir og'aylar mashinasini qush axlati bilan haydalgan bo'lsa, videoni shu og'aylarga jo'natib qo'yinglar. Avtomobillar tashqi ko'rinishi haqida foydali videolarni joylab boramiz. Profilimizga obuna bo'linglar. Mana ko'rganingizdek, bu joyda birinchi navbatda format, mavzu deganligimiz sababi format qaysidir ma'noda bularnikida misol live, bizlarnikida как kamera orqali professional podacha qilingan va bu kimdir suhbati jarayonida mijozga gapirib ketilingan. Format e'tibor tortishlik uchun va hukka ahamiyat berilgan. Mavzu pul haqida gapirib ketilindi. O'sha aytgandek, mavzu katta rol o'ynaydi deganim sababi biron bir mavzu video qilmoqchi bo'lsangiz, imkon qadar shu ommaga qiziq bo'ladigan mavzularni tanlab oling. Ya'ni shu adaptatsiya qilinishligi kerak, biron bir mavzu olib chiqmoqchi bo'lsangiz. Biz shu narsani mavzuga adaptatsiya qilganmiz va bu effektini ko'rib turganingizdek. Va bu biratda ham da gapirganlar zararli yoki boshqa ma'noda. Lekin pul qaysi bunaqa gapirib ketilmagan va bu pul ham osmondan olinmagan aniq bir fakt. Kapot sepilsa $1000 oshiq xarajatga tushadi, mashina narxi ham tushib ketadi. Va $200, $100 ham pakraskaga oladi va mashina narxi ham tushib ketishiga sabab bo'ladi. Va keyingi bosqichda mana bu yerda hook sifatida ssenariysini ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi ssenariysiga bosqichga o'tilgan negativ hook formulasi deyiladi. Bizda asosiy mashg'ulot negativ hook bilan boshlangan. $1000 tushib ketadi narxi deb negativ hook. Ya'ni yomon
hook bilan boshlangan, oqibatlari gapirilgan, va yechim call to action. Buni har bitta alohida to'xtalib o'tsak, negativ hookda formula bor bizda, misol ssenariy yozish jarayonida o'sha formulaga bosqich joylashtirib chiqilingan. Format mavzudan tashqari yana alohida ssenariy, bitta alohida bilim bo'ladi. O'sha hisobiga men asosiy shogirdlarimga shuncha qattiq ahamiyat beraman. Har bittasi alohida to'xtalib o'tilinadi. Bu o'sha biz bilgan marketing sohasidagi analiz, cast dev, jobs bu bularga haqida emas, kontentga oid bo'lgan bilimlar. Va aynan shu ssenariy bosqichida alohida to'xtalib o'tirib, har bittasiga upor berishlikka harakat qilaman shogirdlarimga. Va bu yerda shu ma'noda sizlarga imkon qadar to'xtalib o'tib ketaman detalli. Negativ hook deganda kapot tepa minolga tushdi narxi deb aytilyapti. Oqibatlari bu tushgan narsa kisida bo'lgan hisobiga mashina dog' qoldi, oqibat gapirib berilyapti. Agar shu yumasa, shana to'g'rilatmasa degan ma'noda. Keyinchalik kraska ko'chishga ham olib kelishi mumkin va polirovkadan ketmay oqibati gapirildi. Va обязательно shu biron bir eshitganimiz videoda qanaqadir kuchli og'riq bo'lishligi kerak. Mijozda shu og'rig'i bor. Misol og'riq deganda ko'p sizga qanaqa muammo bilan kelishadi. O'sha narsani og'riq deyapman. Yoki eng ko'p qanaqa savollar berishadi. Eng ko'p savollar shu og'riq hisoblanadi. Shu og'riq deyiladi. O'sha bitta og'riq tanlangan, format tanlangan, mavzu og'riqqa keyin ssenariy tuzish boshlangan. Shu og'riq tanlangan deb o'sha ssenariy asosida og'riqqa shu ketma-ketlik ssenariy tuzilgan. Yechim gap qushqa holat haqida ketyapti va ahamiyat bergan joyinglar biz bularga o'xshab videoni boshida nimaligini ko'rsatib qo'ymaganmiz, aytib qo'ymaganmiz. Chunki odamlar doim nima ekan deb qiziqadi-da. Nima oxirgacha ko'rib, boshqa narsa qilib. O'rta qismi kelganda qushqa axlat haqida gap ketayotganligi o'rta qismida aytib ketilgan. Ya'ni birdandan siz nima haqida gapirayotganligingiz va o'sha og'riqqa birdandan yechim berib qo'ymang. Imkon qadar o'rta yoki oxirgi qismiga saqlab qo'ying o'sha muammoingizni, yechimingizni, olib chiqayotgan mavzungizni nima haqdaligini. Shunida dog' qoldiradi va keyinchalik kraskasi ko'chishiga ham olib kelishi mumkin va bu polirovkada ketmaydi. Gap shaxmat haqida ketyapti. Shuning uchun bu narsani ko'rishimiz bilan iloji boricha tezroq tozalash kerak bo'ladi. Mana ahamiyat bergan edi, shu narsani ko'rishingiz bilan imkon qadar tozalab olishga to'g'ri keladi. Yechimga imkon qadar jaydar tilda berilgan. Ya'ni jaydar tilda deganda ssenariy tuzish jarayonida asosiy bo'lgan yana bitta oltin qoida bor. Bu 7 yoshli bola tushunadigan tilda videoni tayyorlanishligi kerak. Ya'ni ortiqcha gap so'zlar imkon qadar bo'lmasligi kerak va juda ham uzun bo'lib ketishi kerak emas. Og'riq bor, og'riqni bilasizlar, muammosi, oqibatlari e'tibor ushlanadi, oqibatlari gapiriladi, yechim beriladi, bo'ldi. Imkon qadar sodda tilda ko'p tashlang, tozalab yuboring degan javob berib qo'yilgan yaxshi. Juda ham ko'p ma'lumotlar haqida videoga tiqishtirmang. Ozishlik haqida video qilyapsizmi? O'sha hamma misol qilgan misoldan keltirmay qo'ying. O'zim misol hamdan misol qilaman. Biron bir videoni uchishligi haqida video qilyapsizmi? Reelsda men bo'lishi mumkin. Men shuncha narsani 5 ta ustunni bitta videoga tiqsam, birinchi navbatda uzun bo'lib ketadi, ikkinchi navbatda odamlarning qabul qilishligi juda ham qabul qilish kerak bo'lgan ma'lumot ko'paygani hisobiga hammasini eslab qola olmaydi. Katta ehtimol hech qaysini eslab qolmaydi. O'sha hisobiga men biron bir video qilmoqchi bo'lsam yoki biron bir instrument bo'lishmoqchimanmi, bittasini aytaman. Bittasi haqida to'liq va sodda tilda tushuntirib beraman. Va keyingi videolarni qolgan 4 tasi haqida gapirib beraman deb videolarni odamlarning e'tiborini ushlayman. Ilmoq videoning profilini ko'rishlik uchun majbur qilaman. Ya'ni keyingi videoni ko'rishlik uchun. Shu kabi, ya'ni biron bir video qilmoqchimisiz, imkon qadar bitta narsani maksimal tiqmang hammasini bitta videoga. Bo'ling imkon qadar alohida qilib. Odamlar chunki hozirgi vaqtda e'tibor, fokus kamayib ketgan hisobiga va qabul qilish darajasi pastga tushib ketgan hisobiga bunaqa videolarni maksimal bitta videoga tiqmang. O'sha hisobiga ham odamlar hozirgi vaqtda shu biron bir life hack yoki biron bir foydali ma'lumot bo'lsa, asosiy qismini gapiradi va ortiqcha gap so'zsiz qilinmaydi. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi telefon raqamiga aloqaga chiqing yoki konsultatsiyaga yoziling degan va'dachi qilinganligi yaxshi. Xuddi shu formatda men ham uzun videoga xotirjam holatda ko'rishlik uchun to'liq videoda batafsil adaniyagacha gapirib beryapman. Ijtimoiy tarmoqning reelsida bu narsa katta ehtimol bilan ishlamaydi va loyihamda kelib chiqqan holda aytaman, ishlamagan va prosmotrga qattiq ta'sir qilib olgan. Buni bu videoda misolda ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p. Yechim berilgan jarayonda demoqchiman, shu yechimni imkon qadar qisqa va sodda tilda bering va imkon qadar bitta yechimni bering. Bo'lishligi mumkin sizda 4 ta yoki 5 ta. Asosiy bo'lgan 3 tasini bering, shu boshqa video alohida videolar qilib. Xo'p. Endi call to action qismida bu yerda asosiy bo'lgan jihatlarga ko'pchilik ahamiyat bermaydi. Call to action deganda qaysidir og'ayning xush axlati bilan haydab yurgan bo'lsa, videoni jo'natib qo'ying. Call to action qismi juda ham ko'pchilik ahamiyat bermaydi. Prostodaki mana kuzatishni davom eting deb qo'yadi yoki
hayolingizga tanishingizni jo'natib qo'ying deydi, lekin aynan nimaga, qanaqa podachada nima qilish kerakligi haqida harakatga undab qo'yilmaydi. Bu misolda bo'lishi mumkin. Mana bu holat o'sha shahardagi holat ko'p qora mashinada bo'lganligi uchun yana aytganimdek ahamiyat bergan mavzu katta rol o'ynaydi deyman-ku. Biz ahamiyat bergan bo'lsanglar, o'sha og'ayniga jo'natib qo'yiladi. Avtomobillar tashqi ko'rinish Gentra, Cobalt, Nexia, Spark deyishadi-ku, o'sha mavzular juda ham ommalashadi. Chunki odamlarni doimiy standartdagi avtomobili shu Gentra, Cobalt, Malibu'ga o'sha hisobiga montaj jarayonida ham, podachasida ham o'sha narsa urg'u berib yuborilgan. Va shu o'rinda ham shu biron bir aynan nimadir haqida gapiryapsizmi, imkon qadar o'sha auditoriyaga imkon qadar to'liqroq auditoriyaga to'g'ri keladigan mavzularga call to action qiling. Elektromobil haqida gapirdingizmi, BYD haydaydigan tanishingizni jo'natib qo'ying demaydi. Elektromobil haydaydigan tanishingizga bu videoni jo'natib qo'ying, qiynalib yurishmasin degan ma'noda umumiyroq mavzuni tanlagan holat, call to action qilgan holatda harakatga undab qo'ying va bu yaxshiligini ta'sir o'tkazadi. Repostlarga quruvdan quruv jo'natib qo'ying deyishligingiz katta ehtimol bilan odam harakatga oxirigacha undalilmaydi. O'sha hisobiga call to action qilayotganda ham aynan shu mavzularni ham, shu repost qildirayotgan odamni ham umumiyroq mavzuni tanlagan holatda repost qildiring. Bu o'zi umumiy qilib aytganda odamlar o'zi shunda call to action ham qilmaydi. E'tiborini ushlaydi, o'tirib yechim beradi, shu oqlar haqida gapiradi, bo'ldi, videoni tugatib qo'yadi. Aslida lidlarni даже agar target yoqilgan insonlar bo'lsa, lidlarni arzonlashishiga, videoni prosmotr olishligiga, ayniqsa targetni shu lidlar narx arzonlashiga eng asosiy bo'lgan jihatlardan bittasi call to actionga juda ham ko'pchilik ahamiyat bermaydi. Sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qiling deb qo'yiladi, bo'ldi. Yo'q, lekin siz target yoqyapsiz, targetda har xil knopkalar chiqadi, pastga qayerda chiqishligicha aytsangiz, odamlar lid narxi arzonlashishiga katta ta'sir qiladi. Bu narsani test qilib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Chunki bu narsani o'zim juda ham ko'p marotaba konsultatsiyam yozilgan targetologda ham xuddi shuni tavsiyasini berganman va lid narxi sezilarli darajada arzonlashishiga olib kelgan. Nega? Chunki odamlar oxirigacha to'liq harakatga undab qo'yilmagan, ya'ni call to action qismiga umuman ahamiyat berishmagan yoki berishgan bo'lsa ham yuzaki gapirib qo'yilgan. O'sha hisobiga call to action juda ham katta rol o'ynaydi va repost umuman qilib aytganda repost juda ham katta rol o'ynaydi. Va o'sha hisobiga ham videoni katta axlat olishiga sabab bo'lgan bu videoda. Xo'p, endi format, mavzu, ssenariy haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Bu narsalar haqida bizda yana bir qancha imkon qadar qisqa to'xtalib o'tyapman. Shogirdlikka tushgan insonlarim bo'lsa, bu narsalar haqida to'liqroq o'rganiladi. Xo'p, endi montaj jarayoni. Bu asosiy jihatlardan bittasi. Juda ham ko'pchilik montaj jarayoniga ahamiyat bermaydi. Montaj jarayonini qilishiga bo'lgan asosiy sirlari bor. Buni misolida biron bir mavzu qildingizmi, o'sha jarayonda ifodalanishligi uchun kadrlar qo'yilishi kerak. Oddiy montajyorga berishiga bo'lgan tezlar noto'g'ri bo'ladi ko'pchilikda. Musiqani baland qilib gapirayotganda yoki mana shunday musiqa ishlatmaydi. Mayli musiqa ishlatmaslikka qarshiligim yo'q-u, lekin xullas musiqa qo'ysam juda ham baland qiladi. Gapirgan gapidan ovozi baland bo'lib ketadi. Sarlavhalar ishlatmaydi. Men ko'rishingiz mumkin, mana tepadagi videoda ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana misol Xo'p, qaysini ko'rsatmadim? Ikkitalik kadr loyihamizni olamiz, misol uchun. Yo'q, buni ko'rsatgan ekanman. Doskada qog'oz tushuntirish. Sarlavhada nimaga keltirishligini ko'rsataman. Mana bu narsa sarlavha deyiladi. Sarlavhaga shu montajyor vazifalaridan bittasida. Albatta bunga to'g'ri tizib berishlik kerak. Ya'ni shu soha mutaxassisi yoki SMMchi bo'lsa SMMchigiz sarlavhada ishtirok etilishligi kerak. Va bu videomizdan organik shu 5 mingdan oshiq adashmasam axborot olgan edi. Va o'sha hisobiga montaj jarayonida har bir detal ham katta rol o'ynaydi. Musor holati deyilgan nima deyiladi? Ko'pchilik gap cho'zilib ketib qolgan bo'lsa, o'ylanib qolgan bo'lsa yoki jim turgan joylari bo'lsa ham qo'yib yuboriladi. Aslida montaj jarayonida masalan kesib tashlansa, ortiqcha olib tashlasa bo'ladi va gapirgan gapiga mos ifodalanishi kerak bo'lgan narsada ishtirok etmaydi. Bu narsani shu aytganimdek ham bitta tepadagi videolarimizdan ko'rdingiz. Men yana xohlasangiz yana razbor qilib beraman bitta videoni. Xo'p. Oila haqida videomizdan misol. Bizda har xil yo'nalishda loyihalarimiz bor. Bu qurilish yo'nalishidan o'z bilan keyslarimiz. Bu ham milliondan oshiq ahvol olgan edi. Mana misol uchun
oddiy internet haqida, ergonomik haqida gapirilgan, lekin sarlavhasi yo'q. Sarlavhasi bo'lmagan o'zi aslida ijtimoiy tarmoqdagi videodan, lekin biz sarlavha qo'yilgan va ahamiyat berganligida mavzu katta rol o'ynaydigan sababi uylanishdan oldin, uylanishdan keyin degan oddiygina sarlavha shu videoni katta ahvat olishiga sabab bo'lgan. Xo'p. Tushunganingizdek, bu yerda montaj jarayonida ham texnik vazifalar shu TZ deydi bizning tilda, katta rol o'ynaydi, kishi bilmas. Qaysi butun boshli ishni dabdala qiladigan montajyor bo'lishingiz mumkin. Xo'p, Instagram algoritmlari mana montaj qildirdingiz, boshqasi hammasini tayyor qilib bo'ldingiz. Endi joylash jarayoni kelganda Instagram algoritmidan to'g'ri foydalanishingiz kerak. Bu narsa o'zi umumiy juda ham katta ma'lumot, katta soatlab gapirsam bo'ladigan jarayon. Asosiy bo'lgan jarayonlar qisqacha to'xtalib o'tib ketaman. Biron bir reels joylamoqchi bo'lsangiz, imkon qadar shu aktiv vaqtini professional panelga o'tganingizda, podpisni joyiga kirganingizda, pastroqqa tushganingizda aktiv vaqt ko'rsatiladi yoki u vaqt ishlamasa, har xil vaqtlarni test qilib ko'ring. Obedda, kech payt, ertalab 3 ta bo'ladimi, 4 ta bo'ladimi, qaysi vaqtingiz auditoriyangiz ko'proq ko'rilyapti. Mana shu tepada 4 ta bosqich ishtirok etganingizdan keyin vaqtiga ham ahamiyat berishni so'ragan bo'lardim va Instagram algoritmi doimiy ravishda sizni videongizni oxirigacha ko'rganligiga ahamiyat beradi. Va qo'shimcha eng katta plyusi oxirigacha ko'rilgan va reposti. Oxirigacha ko'rilishligi yetarli bo'lmaydi. Repost ham yaxshigina bo'lishligi kerak. O'sha jarayonni qatdan bilsam bo'ladi oxirigacha ko'rilganligini, sredniy prosmotrini ko'rsangiz, sredniy prosmotr baland bo'lsa, misol videongiz deylik 30 sekund bo'lsa, 15 sekund bo'ldi, demak yaxshi. O'sha yaxshi. Bu holatda yaxshi ketgan bo'lsa, repost yetishmayotgan bo'ladi. Repost qiling, boshqasi qiling va shunga yarasha siz ma'muriy 4 ta bosqichni qo'llatib qo'ygan bo'lishingiz kerak. O'shaning hisobiga tepada 4 ta bosqich ahamiyat beriladi va shu sredniy prosmotrlarga oxirigacha ahamiyat beriladi. Ya'ni shu serialni video qildirmoqchi bo'lsangiz, imkon qadar Instagram oxirigacha ko'rilganligiga ahamiyat beradi. Like, kommentlardan ham foydalaning. Shu video davomida serialni tush jarayonida shu like bosib qo'ying, shu blogerlar bekorga like bosib qo'ying deyilmaydi. Instagram algoritmi shunaqaki, siz kimgadir like bossa, sizni boshqa bir-biriga podpis og'aynilar bo'ladi-yu, o'shunaqa og'ayningizga ko'rsatadi. Soddalashtirib tushuntiraman. Siz kimgadir, misol, ikkita og'ayni bir-biriga podpisim bo'lgan, deylik, misol, bitta choyxonada o'tirgan og'aynisizlar, 10 ta og'ayni bor, bir-biriga podpisim bo'lingan. O'sha 10 ta og'ayni ichida bittasi qaysidir reelsga like bossa, komment qoldirsa, saqlab qo'ysa deylik, repost qilib qo'ysa deylik, qolgan 9 tasiga ko'rsatadi. Agar u bittasi o'sha oxirigacha ko'rmasdan like bosmasa, repost, komment qoldirmasa, qolgan 9 tasiga ham ko'rsatmaydi. O'shaning hisobiga video olish jarayonida, serialni tush jarayonida mana shu like, repost, komment degan urg'u berib ketilishligi kerak. Qasddan eshitgan ma'lumotingiz bo'lmasa, reaksiya qoldirib qo'yishni so'ragan bo'lardim. Foydali bo'lsa, dabay story qilishligini so'ragan bo'lardim. Bu Instagram algoritmi haqida to'xtalasam ma'lumotlar ko'p. Xudo xolis profilimda reelslarim haqida batafsil to'xtalib o'taman. Bu narsa haqida yoritib boraman. Ko'rib turganingizdek, video tayyorlash jarayonida asosiy bo'lgan 5 ta ustun bor va ana shu 5 ta ustunni tayyorlab video qilinsa, xoh u reklama roligi bo'lsin, xoh u target uchun video qilingan bo'lsin, yoki farqi yo'q. Aynan shu formati, mavzusi, ssenariysi, montaji Instagram algoritmidan to'g'ri foydalanilsa, videoni effektiv olishligi, sotuv bo'lishiga, ko'proq murojaat bo'lishiga yaxshigina sabab bo'ladi. Buni loyihalar misolida kelib chiqib sizga tavsiya qilyapman. Videoni oxirigacha ko'rgan insonlarga alohida rahmat va oxirida sovg'a bor deganligim sababi 5 ta dona insonga $100 konsultant bepulga o'tib beraman. Xoh u soha mutaxassisi yoki biznes, shaxsiyat mutaxassisi bo'ladimi yoki shaxsiy yozmoqchi bo'lgan inson bo'ladimi, profilni razbor qilib beraman. Hamkasbim bo'ladigan bo'lsa, loyihalar haqida to'xtalib, yechimlar berishlikka harakat qilaman. Va xohlovchilar bo'lsa, shu sohaga oid bo'lgan SMM, shaxsiy brend va kontentga oid, reelsga oid ma'lumotlarni shogirdlik offline kursim orqali o'rganishingiz mumkin va bu eng asosiy jihati boshqa kurslardan real loyihalar misolida o'rganadi. Batafsil ma'lumot olish uchun yoki jamoam bilan hamkorlikda ishlamoqchi bo'lgan biznes egalari bo'ladigan yoki shaxsiy mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozib qoldirgan pin qilib qo'yilgan linkka o'tib ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, o'zim siz bilan shaxsan bog'lanaman. Yoki Ekrandagi Telegram usernamega murojaat qilsangiz, xohlasa Alloh nasib etsa hamkorlikda ishlashlikka erishamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, nimadir o'rgangan bo'lsanglar, sizlardan bitta dabay so'roq qilib qo'yishni so'ragan bo'lardim. Qolganligi ham manfaatli bo'lishligi uchun.